Xolajon, sizda 3 shoxli nerv nevralgiyasi qachon boshlangan va og'riq qanday bo'lgan birinchi marta og'rigan paytda? 15 yil azob tortdim. Buni bilmasdan tish doktorlariga borsam, tish doktorlar tishimni olib qo'ydi. Bir hamda tishim ham qolmadi. Shu bilan Farg'onaga bordim. Farg'onada qulog'imni tuvasidan miyamda operatsiya qilishdi. Operatsiyadan keyin 1 yil yaxshi yurdim. Keyin Toshkentga bordim. Xususiy больницаga bolalar yotqizuvdi. Endi endi ular menga tabletka ukillarni qildi. Ama og'riq qolmadi, tuzalmadim. Keyin o'sha yerga borib, ana o'g'lim telefon orqali shu shetoni meni ko'rib qolib, больницani sizni davolaydigan doktorlar bor ekan. Siz o'sha yerga olib boraman deb shega olib kelishdi. Meni kecha operatsiya qilishdi. Meni yana soppa-soq hech narsani ko'rmanda yaxshiman. Ovqatlar bemalol yeyapman. Gaplashyapman, birov bilan gaplasholmasdim, ovqat ham yeyolmasdim. Shu doktorlarga mingdan rahmat, shunchalik qilib bizga o'sha og'ir kasallarga davo topgan uchun rahmat doktorlarimizga, hammasiga. Jonlaring sog' bo'lsin, ishlaringni rivojini bersin. Mana shu doktor o'g'limni omadini bersin. Hamisha har doim sog' salomat bo'lsin. Ilohim qo'llar dard ko'rmasin. Menga o'xshagan dardlarga, darddan kelganlarga shunchalik joni g'ora kirib shifo beryaptikan. Hamisha aytganlari ro'yobga chiqsin. Ilohim omadini bersin. Hamisha sog' salomat bo'linglar ilohim.